Assalomu alaykum. Asr namozining 4 rekat farzin tömöndögüçe okuybiz. Birinchi niyet qilamiz. Niyet qildim. Asr namozining 4 rekat farzin qalыс Alloh uchun o'quvga жүзүмдү qiblaga burdim. Allohu akbar deb qo'ldorisni yengachayin alp barib takbir aytamiz dagı döşübüzgө qo'l boylaymiz. O'ng qo'l sol qo'lning üstüne qo'yilib, sana duosini o'qib boshlaymiz. Amin deb aytib, anan zam süre qo'shiq o'qiymiz. Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda 3 jolu dik turib baratib, dik turganda Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga balında 3 jolu Allohu akbar deb bosh ko'tarib qadaga o'tiramiz. Qayradan ikkinchi sajdaga Allohu akbar deb boramiz. Sajdada 3 jolu Allohu akbar deb turib, ikkinchi rakatga qo'l boylaydi. بسم الله الرحمن الرحيم Amin deb aytamiz dagı bir zam süre qo'shiq o'qiymiz. O'qib bitgan so'ng rukuga Allohu akbar deb borib, 3 jolu dik turib baratib, dik turganda Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada 3 jolu
Allohu akbar deb bosh ko'tarib, qadaq o'tiramiz. Biroz o'tirgan so'ng qayradan ikkinchi sajdaga Allohu akbar deb boramiz. Sajdada 3 jolu Allohu akbar deb bosh ko'tarib, qadaga o'tiramiz. Qadada at-tahiyat duosini o'qiymiz. At-tahiyat o'qigandan keyin Allohu akbar deb tik turib, 3-rekatda qo'l baylab o'qib boshlaymiz. Amin deb aytamiz. 3-rekatning farzida qo'shimcha sura o'qilmaydi. O'shondukdan darrov Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda 3 jolu tuz turib baratib, tik turganda, andan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajda abalında 3 jolu Allohu akbar deb bosh ko'tarib, qadaq o'tiramiz. Qayra ikkinchi sajdaga Allohu akbar deb borib, al yerdan 3 jolu undan so'ng Allohu akbar deb tik turib, 4-rekatga qo'l baylaymiz. Fatiha surasini bismillah bilan o'qib boshlaymiz. Amin deb aytgan so'ng 4-rekatda qo'shimcha sura o'qilmaydi. Allohu akbar deb rukuga boramizda, rukuda 3 jolu tuz turib baratib, tik turgandan keyin qayradan Allohu akbar deb sajdaga boramizda, sajdada 3 jolu Allohu akbar deb qadaq o'tiramiz. Allohu akbar deb ikkinchi sajda qilamiz tag'i, sajdada 3 jolu
Allahu Ekber деп каdak олтуруп, ат-тахиятты окуйбуз. Андан кийин салаватты окуйбуз. Андан кийин бир дуа окулат. Биринчи оң ийинге салам берилет. Эки тарапка салам берген соң 3 жолу эки алаканын жайып дөмөкү дуаны окуйбуз. Мындан соң азыр намазынын 4 рекет парзы бүттү деп эсептелинет.